Yuzingizdagi poralaringiz ko'plashib ketganmi? O sizga yoqmayaptimi? Unaqa bo'lsa men sizga uy sharoitida poralarni kichraytiruvchi va yuzni oqartiruvchi maska retseptini o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'ring va retseptga ega bo'ling. Yuragim to'ldi mani, u qalbim oldi mani janona. Ko'zlarim to'ldi mani, shu dardga qoldi mani janona. Ishonib senga qara, aldanib qoldi mani janona. Kutganim bo'ldi yolg'on, sevganim xatodir janona. Yuragim